Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilari. Bugungi obzorimiz Qo'qon Yangi bozor PMK stankasi asl do'kondan bo'ladi. Ko'p akalarimiz so'ragan generatorlardan yetib keldi. Generatorlarimiz 20 kW hamda 30 kWlari sotuvda mavjud. Ularni tayyor qilib ramlarga yig'ib ishlatishlar uchun tayyor qilib qo'yganmiz. Hop, bunimiz 30 kW generatorimiz. Katta motorga qo'yilgan 1130 motor, radiatorli dizelli motor. Generatorlari ham katta 30 kW original generatorlardan qo'yilgan. Xo'p, bularimizga yangilik qilib motorlarimizga zamoglari bilan uстановка qilib qo'yganmiz. Akkumulyator qo'ysalar ham bo'ldi. Bunimiz 30 kW'imiz. Bunimiz 20 kW generator. 11.00 emas, 11.05 kattaroq motorga qo'yganmiz. Sababi aytgan tokini chiqarib beradi. Bunda ham shu zamoglari bilan qo'yganmiz. Hop, komplektida o'zining kuch naborlari bo'ladi. Bularni sotuvga tayyorlab qo'ydik. Bundan xudo xolisa tugamaydigan miqdorda bor. Bu hali to'liq yig'ilgan yo'q. Endi to'liq yig'ib ham bir video qilamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Narxlari kelishilgan holda optim narxlarda qilib beramiz.